Sizlar bilan X printerlar oilasidagi chek printerini ko'rib chiqamiz. Buning uchun avval birinchi buning ham driverini tortib olishimiz kerak bo'ladi. Buning driverini tortib olishimiz uchun buning printerimizning tagida model yozilgan qog'ozi bo'ladi. Buning modelini ko'rib olamiz. Deylik XP80TS ekan modeli. Buni Google Chrome yoki shunga o'xshagan brauzerlardan qidirib ko'ramiz. Deylik Google Chrome dan qidiramiz. Modeli Xprinter XP80TS driver skachat deb qidiramiz. Sizga shuncha printerlarni yuklab olish uchun saytlarni yuklab berdi. Deylik biz postprinters.ru saytiga kirib, shu joydan skachat tugmasini bosamiz va bizga bu printerni yuklab berdi. Bu printerni yuklab bergandan keyin buni ochib olamiz, ustiga bosamiz. Da tugmasini bosamiz. Okay. Buni tasdiqlaymiz. Next, install tugmalarini bosamiz. Va finish tugmasini bosamiz. Printer interfeysga 100 ni tanlaymiz. Bu yoqdan XP80C ni tanlasak, bizga 80 mm lik qog'ozimizda har bitta sotilgan chekdan keyin o'zi kesib beradi avtomatik. Chek USB portni tanlaymiz. Bizdan 8-portga ulanmoqchi ekan, OK tugmasini bosamiz va install now tugmasini bosib, da tugmasini bosamiz. Printerimiz ulandi. Endi biz kassaning nastroykasiga kirgan holatda bu printerimizda 3.2 bo'limidan printerni chop etish uchun chekni chop etish uchun printerni tanlang deyapti. Bunda XP80C ni tanlab, saqlanib tugmasini bosib qo'yamiz. Mana shunda tursa, har doim chekni chop etadigan bo'ladi. Endi sotuvni amalga oshiramiz. Deylik, mana tovarlar sotyapmiz. Aplatib, narx bir niyat qildik. Bizga chekimizni chop etib berdi.